Oyijon, iltimosatimga yeting, shokoladigim keldi, shokolad olib kelsinlar. Undan ham kerakli narsalar bor qizim. To'g'ri tushunib turgin. Adajonisi, Yana nima deysan? ro'zg'orga go'sht kerak edi. Agar imkoniyatingiz bo'lsa, qizimizga shokolad ham oling. Qanaqa go'sht, qanaqa shokolad. Sabrli bo'l, muncha noshkursan. Voy, hop. Ha, onasi Labga. 2 kilo mol go'shti, 2 kilo qo'y go'shti. Yana nima kerak bo'lsa yozib yuborsang. Ha, aka, Qo'shni, qandaysiz? yaxshimisiz? Tuzumisiz? Rahmat, Sog'lig'ingiz rahmat, yaxshimi? Hammasini olib kelaman. Voy, rahmat anajonisi. Sharoitim bo'lsa olib kelaman. Sharoitim bo'lmasa, makarondan ham ochdan o'layotganimiz yo'q. Hop, hop. Alo, Shuhrat, yaxshimisan, bormisan? o'rtoq yaxshimisan? Ha, rahmat, yaxshiman. Esinda bugun yaxshi restoranda zo'r ovqat etib qo'yganman. O'rtoq, bugun men borolmayman, xafa bo'lmaysizlar. Tinchlikmi? Nima deganing bu? To'g'risi, ozgina oyligim ham hali chiqmagan edi. Sochma qilib yuboramiz. Uydagilar hech narsa yemayotgan paytda men ko'chada maza qilib ovqatlanib yurishimni vijdonim qabul qila olmaydi. Mayli, o'zing bilasan. Keyingi safar sog' bo'l. Shuhratga ovqatini yetvorsanmi? Hozir bir minut. Alo. Assalomu alaykum adasi. Iloji bo'lsa kartamga 30-40 ming so'm o'tkazib qo'ysangiz. Menga qara. Men bir muhim joyda o'tiribman hozir. O'zim borayotganimda bozor qilib boraman dedim-ku senga. Hadib bezovta qilurmagin. Shuhrat kelyaptimi? Ovqatini yetasanmi, Shahzod? Kelmas ekan. Tinchlikmi? Bilmasan. Ajoyib gaplar gapirdi menga telefonda. Nima dedi o'zi? Voy, ajoyib gapirdi boru. Bolalarim go'sht yomay o'tirganda men sala bilan bitta maishat qilib go'shtli taom yeyishga vijdonim yo'l qo'ymaydi dedi. Ha, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Vijdonim tiqildi o'rtoq.